Iyul oyida O'zbekiston texnologik metallar kombinati xalqaro media maydonidagi faolligini yanada kuchaytirdi. Jumladan, Xalqaro Raw Matters podkastida TMK boshqaruv raisi o'rinbosari Amir Abedov O'zbekistonning kritik minerallar pozitsiyasi hamda bunda TMKning o'rni va vazifalarini xalqaro hamjamiyatga taqdim etdi. Shuningdek, Markaziy Osiyoning global ta'minot zanjirlaridagi ahamiyati, Mine Metal Market tamoyili asosida shakllanayotgan integratsiyalashgan qiymat zanjiri haqida so'z yuritildi. Dunyoning nufuzli media platformalaridan biri Euronews saytida e'lon qilingan maxsus intervyuda esa TMKning mineral resurslarini yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlarga aylantirish, zamonaviy qayta ishlash, innovatsiyalar va xalqaro sanoat hamkorligini rivojlantirishga qaratilgan strategiyasi xalqaro auditoriyaga taqdim etildi. Oy davomida TMK bosh ofisida bir qator xalqaro yetakchi kompaniyalar delegatsiyalari bilan uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Jumladan, Buyuk Britaniyaning Astera Minerals hamda Kanadaning RGLL Drilling kompaniyalari delegatsiyalari bilan o'tkazilgan uchrashuvda geologik qidiruvni zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirish, ilg'or burg'alash yechimlarini joriy etish hamda geofizik va geokimyoviy tadqiqotlar yo'nalishlarida uzoq muddatli hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. TMK Kanadaning Airsdaily kompaniyasi bilan geologik qidiruv jarayonlariga sun'iy intellekt va masofadan zondlash texnologiyalarini joriy etish masalalarini muhokama qildi. Uchrashuv davomida istiqbolli kon maydonlarini aniqlash, burg'alash jarayonlarini optimallashtirish hamda qidiruv samaradorligini oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqildi. Janubiy Koreyaning nufuzli Koreya ilg'or fan va texnologiyalar instituti rahbariyati bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Muzokaralarda sun'iy intellekt, smart metallurgiya, kritik minerallarni chuqur qayta ishlash, litiy texnologiyalari hamda ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarishni yagona innovatsion ekotizimga integratsiya qilish masalalari muhokama qilindi. O'zbekiston texnologik metallar kombinati tomonidan barpo etilayotgan Markaziy Osiyodagi birinchi va yagona kukun metallurgiya korxonasi Smart Powder'ning global imkoniyatlari va faoliyat yo'nalishlari haqida O'zbekiston 24 telekanalining ortga qaytmas islohotlar ko'rsatuvida batafsil yoritildi. TMK xalqaro maydondagi faollik, hamkorliklar va innovatsion sanoat tashabbuslari orqali O'zbekistonning kritik minerallar sohasidagi global pozitsiyasini mustahkamlashda davom etadi. Bizni kuzatib boring.